Adam falan olmadan o. Kadın gelmeye kadar bizi bile çıktı aslında. Adam bunu olmayı. Reis baba, masalan halk verimiz. Oranı hiç verin. Ya, to'g'rilab bermasangiz bo'lmaydi. Unga kichkina bo'lgandek hovlida men qolishim kerakmi? Aka nima chiqib ketaversin, ha? Qayerda yozilgan bu kenja qoladi degan. Ya bu xotinning gapiga kirib chiqmay qo'yapti-da. Ha, o'zingiz kirmayapsizmi o'zingiz? Xotinning gapiga kirmayman men. Umuman aytganini qilmayman. Buyurganini qilaman. Xullas. Reis baba, xalq ber. Endi gap bunday. Ikkovlariga bir ona otadan pullar katta bo'lasizlar, jigarsizlar. Bir onani qoniga katta bo'lgan. Shu uyga sig'maysizlar. Bu qanday gap? Qanday tushunsa bo'ladi? Rais bova, to'g'ri aytyapsiz. Bir onani qoniga qanday sig'ilsa deb. Bu paytda biz xotinlarimiz bo'lmaganda. Mana hammasi mana shu xotini qilyapti. Bolalarni sig'dirmaydi. Birga o'ynasa, sal bir-biri bilan talasa, janjal qilsa, janjalni kattatirayapti. Xullas, men sizlarni tushundim. Demak, sizlar bilan ish hal bo'lmaydi. Ertaga kelinlarni olib kelasizlar, mana shu yerda shu masalani ko'ramiz. Xullas, bunday voqealar mahallalarimizda ko'plab uchrab turadi. Biz oilaviy zo'ravonlikka qarshi